Payg'ambarimiz o'gitlari. Islomda mol va dunyoning ayni o'zi yomonlanmaydi, balki odamning mol va dunyoga bo'lgan munosabatidagi ma'no yomonlanadi. Odam bolasidagi mazkur ma'no molga hirs qo'yish, uni haromdan topish, haqqini ado etmaslik, noo'rin sarflashlik yoki u bilan faxrlanishlik kabilarda aks etishi mumkin. Shuning uchun ham Alloh taolo Anfal surasida va bilingki, mollaringiz va farzandlaringiz fitnadan o'zga narsa emas va albatta Allohning huzurida ulug' ajr bordir. Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam molga hirs qo'yish va musulmon kishining diniga hasad qilish qo'radagi qo'ylar tomon qo'yib yuborilgan ikki och bo'ridan ham yomonroqdir dedilar. Imom Tirmiziy va Ahmad rivoyat qilishgan. Molga hirs qo'yish oqibatida odamlar Xudoga bandalikdan chiqib, mol va dunyoning bandasiga aylanadilar. Mol va dunyo nimani amr qilsa, shuni bajaradigan bo'lib qolishadi. Mol dunyo esa o'ziga hirs qo'ygan odamni hech narsadan qaytmaslikka amr etadi. Oqibatda unga banda bo'lgan shaxs barcha gunohlar va yomonliklardan tap tortmaydigan bo'lib qoladi. Salaf solihlar mol va dunyo fitnasidan juda ham qo'rqqanlar. Yahyo ibn Muoz dirham chayondir, agar uning damini yaxshi bilmasang, zinhor olmagin. Bordi-yu seni chaqib olsa, zahri o'ldiradi dedi. Uning dami nima deyildi? Uning dami haloldan topib, halolga sarflashtir dedilar. Mol va dunyoning madahi kelgan hujjatlarga nazar solaylik. Mol va dunyo din va dunyo foydasi uchun vosita bo'lishi mumkin. Alloh taolo uni yaxshilik deb nomlagan. Odam bolasining bu dunyodagi yurishining mol va dunyoga bog'liqligi ham bor. Alloh taolo Niso surasining 5-oyatida marhamat qiladi. Alloh hayotingizni turgizish vositasi qilgan mollaringizni espaslarga bermang. Bu amirning bayonida mollarni demasdan mollaringizni deb xitob qilinishda ham katta hikmat bor. Qur'oni Karim espaslarning shaxsiy xususiy mollariga ham jamoatning moli deb qaramoqda. Demak, musulmonlar qo'lidagi mol-mulki ayni vaqtda musulmon jamoasining ham mol-mulki hisoblanadi. O'sha mol bekordan bekorga sovurilmasligi uchun jamoat ham javobgardir. Chunki mol-mulk ham yakka shaxslarning va jamoalarning hayotida ulkan qiymatga ega. Shuning uchun ham uni Alloh taolo oyat karimada Alloh hayotingizni turgazish vositasi qilgan deb ta'riflayapti. Ha, bu dunyoda mol-mulkka islom shunday nazar bilan qaraydi. Hakim ibn Hizom radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan so'ragandim, berdilar. Yana so'radim, berdilar. So'ngra yana so'rovdim, yana berdilar va ey Hakim, albatta bu mol yaxshidir, shirindir. Kim uni saxovatli nafsla olsa, unga barakali bo'lar. Kim uni qizg'anchilik nafsila olsa, unga barakali bo'lmas. Xuddi yeb to'ymaydiganga o'xshaydi dedilar. Beshovlardan faqat Abu Dovud rivoyat qilmagan. Said ibn Musayyib halol mol jamlashni istamaydigan shaxsda yaxshilik yo'q. Zotan u o'sha mol ila boshqalarga hojat tushmaydi. Silay rahm qiladi va uning haqini beradi deganlar. Sufyon as-Savriy bizning zamonimizda mol mo'minning silohidir deganlar. Xulosasini aytganda, mol va dunyo ham zahari, ham tiryoqi bor ilonga o'xshaydi. Zahari zararlari, tiryoqi foydalari. Kim uning foyda va zararlarini yaxshi bilib olsa, foydasidan manfaat olishi va zarardan saqlanishi mumkin bo'ladi. Mol va dunyoning foydalari. Mol va dunyoning foydalari dunyoviy va diniy bo'ladi. Uning dunyoviy foydalarini hamma yaxshi biladi va shuning uchun ko'pchilik o'zini unga uradi. Uning diniy foydalari 3 turlidir. Birinchisi, molni o'zi uchun sarf qilish. Bunda haj va umraga o'xshash ibodatlarga yoki yemoq, ichmoq, kiyim va maskan kabi yashash uchun zarur bo'lgan ibodatga yordam beruvchi narsalarga sarflanadi. Mazkur hojatlar qondirilmas ekan, qalb din va diyonat va ibodat uchun forig' bo'lmaydi. Usiz ibodatga yetishib bo'lmaydigan narsa ham ibodatdir. Bas mol va dunyodan din va diyonat uchun kifoya qiladigan miqdorni olish diniy foydadir. Agar ortig'i maza va hojatdan tashqari bo'ladigani dunyoning nasibalaridan bo'ladi. Ikkinchisi, molni boshqa kishilarga sarf qilish. Bu 4 qismdan iboratdir. Birinchisi sadaqa. Uning fazilatlari ma'lum va mashhurdir. Ikkinchisi muruvvat. Bunda mol va dunyoni boy badavlat, sharafli kishilarga ziyofat, hadya yordam shaklida sarf qilinadi. Bu ham diniy foydalardandir. Zotan bu ila kishi do'st va birodarlar orttiradi. Uchinchisi obro'ni saqlash. Bunga shoirlarning hajvini daf qilish va espaslarning ayblovini qaytarib, tilini tiyish uchun mol sarflash kiradi. Bu ham diniy foydalarga kiradi. Chunki bu bilan g'iybatchini g'iybat gunohidan man qilinadi va uning gapi keltirib chiqarish mumkin bo'lgan shariatga xilof ishlarning oldi olinadi. To'rtinchisi, xizmatchiga xizmat haqi sifatida beriladigan mol.
Chunki insonning hojati tushadigan ishlar juda ko'p va turli tuman. Ularning barchasini o'zi qilaman desa, qo'lidan kelmasligi va vaqti zoyi bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, bu uni har bir banda uchun zarur bo'lgan fikr va zikrdan qoldirishi bor. Bas hojati tushgan narsasini mutaxassis odamga qildirib unga haq bergan afzal. Ana o'sha berilgan haq ham molning diniy foydalaridan biri hisoblanadi. Uchinchisi, inson ko'pchilik foydasi uchun sarf qiladigan mol va dunyo. Bunga masjid, madrasa yoki ko'prik qurish kabi ishlar, turli vaqflar kiradi. Ushbu zikr qilinganlardan tashqari molning tilamchilik xorligidan, faqirlik haqoratidan xalos bo'lish, izzatli, karamli va vaqorli bo'lish kabi foydalari ham bor. Mol va dunyoning zararlari. Mol va dunyoning zararlari ham diniy va dunyoviy bo'ladi. Uning diniy zararlari 3 xildir. Birinchisi, g'olibo mol va dunyo o'z egasini ma'siyatlarga boshlaydi. Odatda inson o'zida ma'siyatga qudrat borligini his qilsa, unga talpina boshlaydi. Mol va dunyo ham o'z egasini ma'siyatga chorlovchi omillardan biri hisoblanadi. Qachon insonning ma'siyatdan umidi uzilsa, unga talpinmay qo'yadi. Ma'siyatga qudrati yetadigan nafsining kuyiga tushsa, halok bo'ladi. Sabr qilaman desa qiynaladi. Boylikning fitnasi kambag'allikning fitnasidan ko'ra shiddatli bo'ladi. Ikkinchisi, mol va dunyo o'z egasini muboh narsalarda maishatparastlikka chorlaydi. Bora-bora maishatparastlik uning odatiga aylanib qoladi. Undan judo bo'lishga chiday olmay qoladi. Keyinroq maishatparastlik quyida shubhali narsalarga qo'l urishga majbur bo'ladi. So'ng murosasozlikka va munofiqlikka o'tadi. Chunki moli ko'payganning odami ham ko'payadi. Ko'p bilan muomala qiladigan nifoq, adovat, hasad va g'iybatdan xoli bo'lish qiyin. Bularning barchasi molni ko'paytirish uchun qilinadi. Uchinchisi, mol va dunyoning eng katta va ko'p tarqalgan zararlaridan biri u o'z egasini Alloh taoloning zikridan chalg'itishidir. Ziroatchi boyning fikri hayoli dehqonlarni ishlatish, ularning xiyonati oldini olish, qo'shnilar bilan suv talashish, hosilni yig'ib olib sotish, soliqchilarning taqibidan qutulish kabi narsalar bilan band bo'ladi. Tijoratchi boy esa bojxonani aldab o'tish, tijorat molini avaylab asrash, qimmatroq sotish va soliqchilar bilan bo'ladigan mashmashalar qurishuvida bo'ladi. To'plangan boylikni saqlash va uni birovga bildirmaslik choralari hamma boylarning umumiy mashg'uloti ekani hammaga ma'lum va mashhur. Ularning mollari ko'paygani sari g'am tashvishlari va dori qutisidagi dori-darmonlari ham ko'payib boraveradi.